2017-yil avtomat Spark 141 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskalari top-toza. Holati juda ham idealniy holatda, shunda olasiz, mazza qilib haydab bersangiz bo'ldi. Balon holatlari ham o'rtacha turibdi, unaqa yomon bo'lib ketmagan, yaxshi holatda, endicha yangi deya olmaymiz. No, bemalol, yana 1 yil yursa bo'ladi. Salon holatlarini ko'ryapsizlar, salon holatlari ham ideal turibdi. Qirilgan, chizilgan, dilli xira qiladigan joylari yo'q. Mana orqa taraflarini ham bitta ko'ringlar. Orqa taraflari ham yaxshi turibdi, holati juda ham idealniy holatda, gazda yurmagan mashina. Bagajlari ham top-toza bo'lib turibdi. Gaz qo'yilmagan, benzinni o'zida mazza qilib yurilgan. Mana bu yoq taraf apshikalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. O'zimizning mashina, o'zimizning oilaga xizmat qilib turgan mashina, kattalashtirish maqsadida sotuvga chiqaryapmiz. Lekin mashina juda ham idealniy mashina. Kimgadir shu mashinamiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, nomer qoldiramiz. Inshaalloh chiroyli narxlarda qo'ldan kelgancha kelishtirib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaringlar. Ya'ni qo'ldan kelgancha inshaalloh chiroyli narxlarda baraka qilish imkoniyati bor. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga ham chiqaringlar. Ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizda eng arzoni deb vahima qilmaymiz. Bizda o'rtacha narxdagi mashinalar, yaxshi mashinalar faqat bo'ladi. Aloqaga chiqaringlar. Qo'ldan kelgancha inshaalloh ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Sotiladigan uylar bo'lsa ham, reklama xizmatlarimiz ham, mashinada ham bor. Hammasi aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.